Rasurishga chiqadi mashina. Xohlagan pozitsiyangizdan aytib o'tdim buni. Lekin berkani ko'ryapsizlar, eng muhim narsa 2026 bo'ldi. Shu narsani o'zi yetadi. Kia'ning rasmiy dilerlik markazlari respublika bo'yicha jami 25 ta. Aynan rasurishga ochilgandan keyin bizning avtosalonimiz boshqa markazlardan nimasi bilan farq qiladi? Undan oldin bitta narsani eslatib o'tay. Shu yerda ko'rib turgan istalgan pozitsiya va istalgan rangdagi san'atni atigi bir kunda bittagina pasport bilan chiqarib beramiz. Xohlasangiz tomi qora deysizmi, black edition deysizmi, istalgan rang, istalgan pozitsiyadan bor. Sizlarga aytib o'tgan eng muhim narsani aytaman hozir. Mana tomi qorasidan ham bor. Qaranglar, eng muhim narsa nimada bo'lyapti? Rasurishga chiqadi mashina. Xohlagan pozitsiyangizdan aytib o'tdim buni. Lekin berkani ko'ryapsizlar, eng muhim narsa 2026 bo'ldi. Shu narsani o'zi yetadi. Hamma joy shunaqa-ku deyishingiz mumkin. Siz xohlasangiz agar boshqa salonlardan bir telefon qilib so'rashingiz mumkin yo borib ko'rishingiz mumkin. Bizning salonimizga keling, istalgan pozitsiya, istalgan rangni, Dash Black Edition ham 2026 bo'ladi. Rastrojkaga chiqarib beramiz. Boshlang'ich to'lov minimal 25% dan to'lov qilasiz, muddat 50 oygacha. Boshlang'ich to'lov bilan muddat farq qiladi. Yillik foiz stavka 0. Ma'lumot uchun pastda raqam qoldiramiz. Batafsil ma'lumot uchun telefon qilasizlar.